Bugun kunimiz 80% reels ko'rish bilan o'tkazganim uchun uydagilar уже o'rindalab buni hazm qilishga ham ulgurib bo'lishibdi. O'shaning uchun bugun qo'limdan хотя бы desertga olishsin deb osongina trifle tayyorlaymiz. Kadishka delay. Tushum bo'yicha adekvatni ro'y bo'lar ekan, agar biz hamma ishimizni biskvitdan boshlasak, chunki uni keyin duxovkaga tiqib qo'yganimizda bizda krem qilishga vaqtimiz bo'ladi. Yastakarya umma. Endi bugun o'sha mashhur X-loyli qulupnayli trifle'ni Mendan ham aqlliroq olib etishlari bo'yicha birinchi o'rinda biz biskvit uchun 6 tuxum rastakovasi qilishimiz kerak. Aha, обязательно xuddi shunday qiyshigan bashara bilan. Glinsarindan nima foyda bo'ladi deydilar odam. Ana, bo'tdi-yu. Tuxumlarni kallasini chaqib tashlaganimdan keyin ustiga shakar qo'shib oldim. Va bu omonatlarimni hammasini bu bratga ishondim. Tuxumlarni благополучно ko'pirtirib yorib, orasiga draja, kakao va un qo'shib yubordim. Bor umidim sanda. Go'ydi vaqt o'tkazaman dedim. Qarasam sariyog' solish ismdan chiqib qo'ygan ekan, uni ham sovg'a qoldim. Bu akamiz sharini qilib bo'lgunlaricha men aka bilan pakarasi bratsa qilishimiz kerak ekan. Brat bilan chiqib olganimizdan keyin listlariga pergament qog'oz qo'yib olamiz. Dunyoda biskvit uchun bo'lishi mumkin bo'lgan eng adekvatni massani yasab oldik. Shu qaysi biriyle samimiyyatga qiyin deydi mana qaysi biriyle. Biskvitni ketidan toshatib manzilga jo'natib bo'lib, endi kremga o'tamiz. Shu kungacha sizlar men haqimda bilmagan mana bitta kambag'alskiy привычкам bor. Kambag'al. To'g'risini aytaman, krem tayyorlash o'ylaganimdan oson ekan. Chunki unga birinchi o'rinda kerak bo'ladi qaymoq, gushonka va mana boshqa yog'imdan o'sib chiqqan qo'lim. Ikkinchidan bizga kerak bo'ladi saxarnay pudra, onam adabreniyalari, shliq qilib pishadigan tvorojniy sir. Voila, bu shedevr okaga, okani o'z xudoga topshiramiz. Agar sizga o'limingizdan oldin oxirgi ovqatingni ye deyishganda shu trifle yegan bo'larmi deysiz? Mana yemagan bo'lam, to'g'ri qilarsiz. O'zachun tak chestno. Bunaqa tatib ko'rganingizdan keyin Demaseli, demak krem yana asliga aylantirib olish kerak bo'ladi. Krem paka aylanib turguncha biz biskvitimizni duxovkadan chiqarib olamiz. Endi bu adekvatni biskvitimizni adekvatni maydalab olamiz. Okay. Bir pannis ushoq. Kichkinaligimda buvim ovqatini ushoqlar bilan yeb qo'ydirdilar. Orzularini amalga oshiradigan payt keldi menimcha. Tabriklasanglar bo'ladi. 21 yoshimda men ushoq yeb buvim orzularini amalga oshira olmas. Sizlar nima kerishdinglar? Hazil huzurli qo'yib turaylik, men tishda seryoznilashib ketyapti. Chunki biz 8 soat o'tgandan keyin zo'rg'a finalli etapga keldik. Finalli etapda buvim orzularini ustidan krem qo'yib, keyin meva qo'yib, keyin uni yana 3 marta qaytarib, propitka qilib, ustidan shokolad qo'yib yuborsa bo'ldi. Qanchalik protsessni akkuratni chiqsa, значит, ovqatingiz shunchalik shirin chiqadi degan. Uyat emasmi, yoshingizni qarang. Tada! Takoyski trifle'imiz tayyor bo'ldi. Endi topinglar bizga kimni chaqiramiz? Mama! Mama! Bizga mevaga boy qildim. Prям boyski chiqdi, prям. Bu safar 10 dan 100 berarsiz, jigar. Mama rozi, xudo rozi, hammaga rahmat.